g'oyadan aytaman. Sportsmen bo'lganman. Boksda deylik. Sho'x, shoddod qiz, umuman ayol boshqacha bir ayol timsolida bo'lib qolganda. O'zbek tilida talaffuzlarim yaxshilandi. Ro harfida qiynalganman. Mutlaqo yangiliklar oyisi ham bo'ladi mana shu. Assalomu alaykum Umida opa. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Videoga tushib berishga yo'q demagingiz uchun kattakon rahmat. Demak, savollarga o'tamiz. O'zingizni tanishtirib bera olasizmi? Ha, albatta. Meni ismim Umidaxon. Tug'ilgan joyim Rossiyadan. Qo'qon shahrida hozirda istiqomat qilaman. Yoshim 40 ta. Nima faoliyat bilan shug'ullanasiz? Hozirgacha sport yo'nalishida bo'lganman. Professional boks bilan shug'ullanardim. Bu yildan mana shu Haris ta'limda ko'rganimdan keyin YouTube kanaldan, Instagram kanallaridan, tarmoqlardan ko'rib yurib, shu maqsad qilib Haris ta'limda o'qishni qaror qildim. Juda ham yaxshi. Nima uchun arab tilini o'rganishga qaror qildingiz? Mana misol uchun bitta sabablardan biri payg'ambarimiz shu tilda gaplashganlar. Asosiy sababi shu. Asosiy sababi. Ikkinchi sabablaridan biri shu hayotimizdagi eng asosiy kitobni aynan kiril tilida, rus tilida emas, kirilchada emas yoki lotinchada emas, aynan arab tilida o'rgangim keldi. Demak, Qo'qon shahrida istiqomat qilayotgan bo'lsangiz, Toshkentga kelish qarorini qabul qilish qiyin bo'lmadimi? Yo'q. Inson o'ziga maqsad qo'ysa, istagi bo'lsa, albatta o'sha qadam sari yo'li ham ochilib ketaveradi. Juda ham yaxshi. Bu yoqqa darslarga kelishingizdan oldin o'zbek tilini bilmasligingiz haqida qizlarimiz xabar berishgan edi. Lekin bizda darslar ko'proq o'zbek tilida o'tilgani va ustoz rus tilini to'g'ri zo'r bilmasa ham, lekin sizga yordam berish uchun ustoz biriktirib berdik. O'sha vaqtda o'zbek tilini o'rganish bo'yicha qanaqa tajribalar bo'ldi sizda? Da, birinchi juda ko'p kurslarga murojaat qilganman. Men o'zbek tilida biroz qiynalaman. So'zlashishlarim biroz yaxshi bo'lgani bilan, lekin ilmiy jihatdan qiyinchiliklar bo'ladi menda. Chunki men rus maktabida o'qiganman. Undan oliygohim ham rus tilida bo'lgan. Chetda ko'p yillar yashaganman. Shu sababdan Haris ta'lim yo'q demadi. Xursand bo'lganimdan maqsad qildim, tushuntirdim. Qiynalib bo'lsa ham o'qiyman, o'rganaman degan maqsadimdan qaytmadim-da. Qizlar qo'ng'iroq qilishganda tushuntirib aytganman, shu ozgina biroz til o'zbek tilida biroz muammo bo'ladi deyishganda. Hozir bu yoqda videodan oldin biz suhbat jarayonimizda siz aytdingizki, videolarni yo'qotib qo'yganingiz, o'shalar bo'yicha ozgincha ochib bersiz o'sha jarayonlarni. Da, juda qiziq voqea bo'lgan. Ya'ni men shu arab tilini o'rganish maqsadi paydo bo'lganda, bu noyabr oyi edi. 2023-yil. 2023-yil noyabr oyi, aniq esimda. Shunda YouTube'da ustoz Mirg'iyos ustozning videolari chiqib qoldi. Keyin shu videolarida to'g'ri va noto'g'ri o'qishliklar. Keyin men o'zimga o'zim savol berdimda, men nahotki noto'g'ri o'qiyotgan bo'lsam, shuncha yodlaganlarimni shuni to'g'rilashim kerak ekanda dedim. YouTube'da hech qanday bir informatsiya ololmadim shu kurs borligi to'g'risida. Keyin kunlardan bir kuni shu arab tilini izlash jarayonida shu ustozni topaman degan maqsadda har xil o'quv markazlarida izlab, tarmoqlardan, internet tarmoqlarini izlashga tushdim. Lekin aynan o'sha ustoz Haris ta'limda ishlashlarini mutlaqo xabarim yo'q edi. Keyin kurslarni izlab yurgan jarayonimda Instagramda misol uchun oladigan bo'lsak, Facebook, Instagram
arab tili deb yozamanda izlashga tushaman. Arab tili izlayman man u nomiga qaramayapman, man u aynan o'sha ustozni izlashga tushdim-da. Keyin menga nima yordam berishdiki, agar like qo'yib chiqsangiz deyishdi, ko'proq chiqib keladi o'shanaqangi videolar. Balkim o'shanda o'sha ustozni toparsiz deyishdi-da. Like'lar qo'yishni boshladim. Arabik, lekin haris degan so'zni men umuman yodlab qololmagandim, chunki men uchun bu yangi so'z edi-da. Keyin like'lar bosib chiqqanimda birdan haris ta'limda Bobirjon ustoz o'zingiz chiqib keldingiz reklama bilan. Shunaqa xursand bo'lib ketdim o'shanda. Topdim o'sha o'quv markazida, topdim, men istagan ustozlarni topdim deb xursand bo'ldim. Endi o'qish tushuntira olmaysiz, qanaqa o'qish o'zbekini bilmaysiz. O'sha holatda nima yo'l tutdingiz? O'sha holatda mana misol uchun o'sha reklamani tagida agar sizni arab tili qiziqtirsa, plus belgisini qoldiring degan joyi bor edi. Plus qoldirdim. Xo'p. Menga endi o'zbekchani tushunasiz, lekin men o'zbek tilida qiynalishimni tushuntirib berishim kerak-da, endi administrator qizlarga. O'zimni qanday qilib tushuntirib berishni bilmadim-da, qo'shnimga aytdim, iltimos qildim. Mana dedim, men shu haris ta'limga o'qishga gaplashib bering dedim-da, keyin xo'p dedi. Bir yo'la gaplashib qo'ygan ekan, men undan xabarim yo'q. Qizlar ertansi kuniga qo'ng'iroq qilishdi. Umid opa, siz o'qiyman deb xabarnoma qoldirgan ekansiz. Qaysi shahardansiz deb so'rashdi. Men Qo'qon shahridanman aslida desam, keyin bizda onlayn kurslar bor deyishdi. Lekin men yo'q, men onlayn istamayman. Men aynan o'sha ustozlarga borib o'qishim kerak, chunki men onlaynda qayta savol berib murojaat qila olmayman yoki tarmoqda uzilishlar bo'ladi yoki svязь yaxshi olib bermasligi mumkin. Men aynan offlaynda yuzma-yuz o'qishim kerak. O'shanda menimcha osonroq, yengilroq o'zlashtiraman. Chunki men o'zlashtirishim biroz qiyin bo'ladi deb tushuntirdim. Keyin mayli keling deyishdi. Taklif qilishdi. Undan oldin lekin boya yana suhbatimizda esladik. Qizingizga aytgansiz, Toshkentda o'qiydilar. O'sha jarayonda nima bo'lgan edi? Shuncha vaqt men misol uchun qizimga aytaman, menga o'sha kursni arab tili o'qitadigan kurslarni topib bering qizim desam, oyi, kurslar juda ham ko'p. Bemalol kelib o'qiyverasiz. Lekin siz o'zbek tilini yaxshi bilmaysiz. Men gaplashishni bilganingiz bilan ilmiy jihatdan qiynalasiz, terminlarda qiynalasiz. Hali harflarda, o'zbek tilidagi harflarni talaffuz qilishingiz yaxshi emas. Shuning uchun oldin o'zbek tilini o'rganing yaxshilab deyishdi. Shunda o'zbek tili kursi borganmisiz o'sha vaqtda? Yo'q, o'zi so'zlashishda o'qib yurardim. Kurslarga undan oldin borganman. Maktab davrida ham ozgina o'qiganman, kurslarga borganman. Onam yordam qiladilar. Lekin qig'ili haligacha qiynalar edim. Men shu Biloliddin ustozimga juda ham katta minnatdorchilik bildirmoqchiman shu fursatdan foydalanib. Menda o'shanaqangi shok holati bo'lgan, haligacha eslayman. Chunki rus tilida bitta x bo'lsa, o'zbek tilida ikkita x. Keyin q, k, g, g. Shunda qanday qilib ajratalaman ekan degan juda ham ko'p mashqlar bilan meni shu tilimni ravon qilib keltirib olishdi. O'shaning uchun juda ham minnatdorman. Men nafaqat arab tilini bu yerda o'zimni o'zbek tilimdagi ravon so'zlashishda ham haligi mahrajlarimni chiqarib oldim-da. Yana hozir umumiy kurs haqida gaplashayotganimiz uchun 4 oy ichida o'zingizda yana qanaqa o'zgarishlar his qildingiz? O'zgarish juda ham katta bo'ldi. Juda ham. Agar men shu ta'lim yo'nalishidan oladigan bo'lsak, menga mutlaqo notanish bo'lgan so'zlar
umuman. Men bilmagan qoidalar. Boshida qo'rquv bo'ldi, to'g'risini aytaman, qo'rqdim. O'sha ikkinchi darsda o'sha ro harfini chiqarolmaganimda o'sha taslim bo'lyapman deb o'yladim, lekin yo'q. Ustozim bunga yo'l qo'ymadilar. Ya'ni harakat qildik, lug'at tutdik, ruscha, o'zbekcha, arabcha qilib 3 ta tilda bemalol o'sha darsliklarni tushunmagan joyimizda rus tilida tushuntirdilar. Rus tilida agar tushuntira bera olmasalar, ingliz tilida ham ba'zida tushuntirib o'tdilar. Birinchi marta darsga kelganingizda nimalar his qilgansiz? Hozir ikkinchi dars aytyapsiz. Endi birinchisida qanaqa bo'lgan o'zi? Birinchisida ustoz tanishuv darsi bo'ldi. Keyin shu harflarni aytishdi, 28 ta harf bo'ladi deyishdi. Shulardan shunaqa harflar deyishganda miyamga urdiki, o'zbek tilida 2 ta h ni zo'rg'a ajrataman, arab tilida 3 ta h bor ekan. Menda qo'rquv hissi bo'ldi. Juda ham panika, odam nima bo'lib qoladi-yu. O'rgana olarmikinman degan qo'rquvli bo'lganda asosan. O'rgana olamanmikan, o'rgana olmasmikanman, lekin niyat qilganman o'rganishga. Shuning uchun maqsadim sari haliga intildim-da. Hozir oila a'zolaringiz Toshkentda o'qishingizga qanaqa qarashgan? Bu vaziyatda, ya'ni Qo'qondan Toshkentga kelganingizni aytib berdingiz boyagi suhbatimizda. Oilamiz shunaqaki, o'qimishli, ziyoli oila. Bunga qarshilik hech ham qilishmaydi. Ta'lim yo'nalishida agar ilm olaman desangiz, hech ham qarshilik qilishmaydi. Yordamlarini ayashmaydi hattoki. Yordam berishsa berishadiki, lekin qarshilik bildirishmagan shu paytgacha. Tushunarli. Qo'qonda yashash va Toshkentdagi hayot o'rtasida qanaqa farqlar bor? Farq bor, albatta. Misol uchun Toshkentda hech kimingiz yo'q. Misol uchun nima deydi? Biror bir qiyinchilik bo'lsa yordam so'ra olmaysiz. Uyga vazifangizni tekshirib bering degani ham bunday biladigan odamingizni tanimaysiz. Qiyinchilik bo'ladi o'ziga yarasha. Demak, o'qish jarayonlari haqidagi savollarimizga o'tamiz. Haris ta'lim markazidagi darslardan qanday taassurotlar oldingiz? Juda ham zo'r. Meni birinchi lol qoldirgan narsa darsdan tashqari onlaynda darsliklar tashlab berishliklari. Bu degani, siz uyingizga borasiz, darsingiz uyga borganingizdan keyin o'tgan darsingiz esingizdan chiqib qoladi-yu. Shunday telefoningizni olib, qo'yilgan darslikni ko'rib takrorlayverasizda bemalol. Shu juda ham katta qo'l keldi deb o'ylayman men uchun. Demak, Haris ta'limda individual kursda o'qidingiz va ushbu individual kursni afzalliklari qanaqa bo'ldi? Afzalliklari chalg'imaysiz. Misol uchun ustoz boshqa talabalarga chalg'imaydi. Aynan siz bilan, sizni injiqliklaringizni, yana nima deydi, sizni kamingizni to'ldirib, o'rgana olmagan joylaringizni o'rgatib, juda ko'p narsa o'rgansa bo'ladi individualda. Ayniqsa mana biz boshqa zabonli tolibalar misol uchun qiynalishmaydi. Guruhdoshlik kulishi bor, har xil holatlar bor. Xo'sh, demak, dars jarayonlaridagi taassurotlar haqida gaplashayotgandik. Arab tilini o'rganishda eng katta qiyinchilik nimada bo'ldi? Maxrajda. Aynan sabablari. Nimaga aynan maxraj? Men uchun yangi harflar, ularni talaffuz qilish. Yangi til hisobida Yangi til bo'lgan. hisobida. Qaysi mavzularda, qaysi darslarda ko'proq qiynaldingiz? Eng qiynalganim boshida, birinchi oy o'qigan vaqtimizda ro harfida qiynalganman. Chunki mana bu ro tiniq talaffuz qilib bera olmasdim. Takririni bermagansiz, shunday to'g'rimi? Tilim
roga kelishmasdi. Mana hozir bemalol. Keyingi oy o'qiganimizda unda ayn harflarida, g'oyin harflarida rosa qiyinchiliklar bo'lgan. Qanaqa bu qiyinchiliklardan? Ustozim alohida mashqlarni ko'rsatib berdilar. Ayn harfini chiqarishdi. Hozirgacha ham bor. Hozir o'sha samostoятельно o'qish jarayonida o'shalarni talaffuzini keltirishga harakat qilyapman. O'qish paytida erishgan eng katta yutuqlaringiz nimalardan iborat? Juda katta bilim oldim. 4 oy umuman mutlaqo yangiliklar oyi desa ham bo'ladi mana shu. Men noldan boshladim. Umuman men arab tili qolsin, o'zbek tilini mukammal bilmasdim. O'zbek tilida talaffuzlarim yaxshilandi. Undan keyin arab tilida noldan o'rgandimda, hozir bemalol kitob o'qiydigan darajagacha. Ya'ni mahrajli faqat arab tilida emas, balki o'zbek tilida ham qiyinchiliklarim bor edi. Qaysi vaqtda o'qishni tashlab ketish haqida o'ylagansiz? Ayn harfida. Demak, ikkinchi oy bo'lgan, to'g'rimi? O'qishingiz ikkinchi oy oxiri. Umumiy 4 oylik kurs bo'lsa, ikkinchi oy oxirida tashlab ketishni o'ylagansiz. Nima qilgansiz shu vaziyatda? Haqiqatdan ham qiynalganman. Yana nima sabablar bo'lgan? Misol tashlab ketishingizga bitta shu aynni o'zimi? Ustozim qiziqtirib dars o'tarlardi. Mana tashlab ketishingizga nima sabab olib kelgan? Ya'ni o'sha o'ylashingizga, tashlab ketishni o'ylashingizga. Yo'q. Chunki maqsad qo'yganman-ku, oxirigacha o'qiyman deb. Har qancha qiyinchilik bo'lmasin, har qancha to'siqlarga uchramay, davom ettiraman degan o'sha xohish istagi paydo bo'laverganda. Demak, arab tilini o'rganishdagi eng katta motivatsiya beruvchi narsa nima? Nima sizni ruhlantiradi? Siz o'zingiz. Bu demak, siz menimcha oldingi yo'nalishingizdan kelib chiqib turib shakllangan, to'g'rimi? Iroda, qat'iyatlilik. Iroda, qat'iyatli bo'lishim oldingi, mana misol uchun ochiq oydan aytaman, sportsmen bo'lganman. Bizda mana shu sport sohasida, ya'ni boksda. Boksda deylik, tartib, intizom. O'shanga rioya qilishlik birinchi o'rinda turganda. Men kasbim ham shunga taqozo qilib qo'ygan. Ya'ni orqaga qaytish yo'q. Boshladikmi o'qishda, demak, oxirigacha yetkazamiz. Chala qoldirish yo'q. Ya'ni sizda motivatsiya emas, bu intizom, xarakter. Xarakter. Tushunarli. Birinchi darsdagi va oxirgi darsdagi Umida opani farqlari. Juda katta farqi bor. Sanab bera olasizmi? Masalan, mana farqlar deb turib. Birinchi o'rinda o'zim o'zgardim. Chindan. Hayot tarzim o'zgardi. Nima desam bo'ladi yana? O'sha sho'x, shaddod qiz, umuman ayol, boshqacha bir ayol timsolida bo'lib qolganda. Ya'ni siz o'zi sport bilan kursda darslar boshlansa taxminan 2 oy oldin tashlagansiz. Shunaqami? 1 oy desa ham bo'ladi. 1 oy oldin tashlagansiz. U paytda hijobda ham bo'lmagansiz? Yo'q. Yo'q. Tushunarli. Sinovlar, ya'ni dars jarayonida sinovlar bo'ldi, yana biz eshitishimiz bo'yicha oilaviy sharoit jihatdan, yana boshqa jihatdan sinovlar kelgan sizga. O'sha paytda qanaqa qilib o'zingizga ishonch kuchaytirdingiz? Yagona Allohga ishondim-da. Demak, shu topshirib qo'ydingiz, nima bo'lsa bo'ldi. Nima bo'lsa bo'ldi dedim. Shunday insonlar bor ekan, qarab turishmadi. Ularga o'zimni minnatdorchiligimni yetkazaman. Shu harakatlaringizda sizni ilhomlantiradigan biror shaxs yoki voqea bormidi? Ilhomlantiradiganmi? Shaxsmi yoki voqeami nimadir bo'lganmi? Ilhomlantirgan sizni.
Da, bo'lgan. O'zi kirib kelishim, Haris ta'limga kirib kelishim o'zi bir qiziq voqea. Misol uchun, men avvalambor nech pul turishini so'ramaganman. Hayolimda faqat o'sha yerga kelsam-da, o'qisam, lekin moddiy jihatdan bu qiynalaman, ertadan keyin qiyinchiliklar bo'ladi degan narsa umuman hayolimga kelmasdan boshlab yuborganman-da. Shunda o'sha oldingi suhbatimizda ham aytib berdim-ku. Qiziq voqea ko'p bo'ldi. Voqeaga yana to'xtalamiz. Demak, oila a'zolaringizni sog'inish hissini qanaqa yengib o'tgansiz? Bilasizmi? Ta'lim olayotganingizda juda qizg'onchiq bo'lib qolar ekansiz-da, vaqtga. Mana misol uchun ustozim vazifa beradilar-ku, men ham ishlayman. Misol uchun kech boraman uyga. Vazifamni qilishim kerak. Charchab qolaman ishdan keyin. Harakat qilaman, o'shan o'tiraman, harakat qilaman dars qilishlikka, da. Lekin oyim keling qizim sog'indik deysa, yo'q, darsim bor deyman-da, bora olmayman, vaqtimni qizg'onaman. Chunki vaqtim yo'lga ketib qoladi. Vazifamni vaqtida bajara olmay qolsam, ustozim oldida uyaltli odam bo'lib qolaman deyman. Chunki men yosh qiz emasman-ku, ko'p katta ayolman axir. Uyga vazifamni qila olmadim desam, nima bo'ladi bu? O'zimni farzandimga o'rnak bo'la olmayman-ku keyin. Demak, hozir individual kurs narxini ochamiz. Misol uchun 2,5 million so'm bir oyga 12 ta darsga to'liq o'qirdingiz. Ya'ni yuqorida ham gaplashdik, moliyaviy jihatlarini qanaqa qilib, misol uchun rozi bo'ldingiz birinchi navbatda va bunga mablag'i qanaqa yo'nalishlardan foydlandingiz? Topish. Tak, aytaman. Boshida 2,5 million juda qimmat ko'rindi. Ha, chunki yana o'ta muammolaringiz bor edi. Boshqa gaplashganimizda. Boshqa muammolar, mana shu pulini eshitganimdan keyin 2,5 million men uchun juda katta summa bo'lib ko'rindi. Lekin bitta narsa bor-da, narxi qimmat bo'lgan narsani qadrlaysizda. Shunisi. Narxi arzon narsani tashab ketaverasiz, deysiz. Lekin narx jihatdan qimmat bo'lgan sari o'sha ilmingizni ham qadri baland bo'ladi. Muvaffaqiyatga erishish uchun asosiy tamoyillar nima? Ya'ni prinsiplar nima? Nimalarga erishish, nimalarga yetish uchun? Oldin avvalida ham aytib o'tganimdek, istak, xohish albatta bo'lishi kerak. O'zi xohlash kerak, majburiyatdan emas. O'zi xohlagan inson o'zi oldiga qo'ygan, yuqori qo'ygan maqsadlariga tartib, intizom orqali bemalol yetishib boradi. Tushunarli. Demak, o'zi bu yoqda savollarimiz juda ham ko'p edi, lekin shu vaqtimiz chegaralangan bo'lganiga sizga oxirgi savolim yoshlar uchun va turli xil bahonalar yoki har xil sabablarga ko'ra o'qimayotgan insonlar mavjud. Biz kunimiz davomida ko'p uchratamiz shunaqa insonlarni. Ularga qanaqa maslahatlaringiz, o'zingizni tavsiyalaringizni bera olasiz shaxsiy? Tavsiyam shuki, vaqt o'tib ketaveradi. Vaqtga qizg'onchiq bo'lish kerak. Har bitta daqiqadan, o'sha o'tib borayotgan soniyadan unumli foydalanish kerak. Bu tarmoqlar bor, mana hozir internetga berilib ketishgan. Shu internetni ham aytmoqchimanki, plyus tomonlarini, ya'ni manfaatli tomonlarini olish kerak. Behuda narsalarga o'sha tarmoqlarda o'tirib vaqt o'tkazgandan ko'ra yaxshisi qo'llariga bitta kitobni olib o'qishganlari ming marta yaxshi. Ustozim aytdilar-da, bir oy o'qiganimizdan keyin imtihon bo'ladi deyishuvdi. Shunaqangi qo'rquv paydo bo'ldi. Men sizlarga yetkazib bera olmayman-da. Keyin o'yladim, hozir shunchalik qo'rqayotgan bo'lsam, u yoqda sinovdan o'tishim rosa qiyin bo'lar ekan-da dedimda. Voy. O'sha birinchi imtihonni o'ylayman, yaxshi topshirib berdim, birinchisini. Ikkinchi imtihonni rosa o'tirib qoldim-da. To'g'risini aytaman, topshira olmadim. Nimaga deng? Nimaga? Qoidalarni aytib berish kerak-ku. O'zbekchani zo'r emas.
tushunaman. Mana dars o'tadilar, tushunaman. O'shani takrorlab aytib berish kerak, shuni aytib bera olmayman-da. Lekin tushunaveraman. Uyga vazifani qiling, tushundingizmi deysa, qilaman, tushunaman. Agar tushunmay qolgan joyim bo'lsa, haligi Mirg'iyos ustozni videoroliklaridan foydalanaman. Qaytadan takroran ko'rib chiqaman. Yana ham tushunmagan so'zlarim bo'lsa, okey, Google'ga rahmat deyman, rus tiliga tarjima qilib beradi tushunmagan so'zlarimni. Вот. No, o'sha imtihon jarayonlari yaqinlashganda, o'sha aytyapman, 2-oy topshirganimda juda past topshirganman. Tushunib turib, chalg'ib ketaman. Men haligi bilib turib oddiy arzimagan bir xatolar qilib qo'yaman men, bilib turibdi. Lekin o'qiyman, bosib o'qiyman, kechqurunlari bilan o'qib chiqaman o'sha qoidalarni. Uni yodlash kerak emas ekanda, uni tushunish kerak ekan. Mana bu yetkazish kerak ekanda miyaga. Lekin imtihonga kelaman-ku, shuncha yodlaganlar esimdan chiqib ketadi. Ana shu men uchun eng qiyin hayotimdagi sinov bo'lsa kerak deb o'ylayman. Juda yaxshi. Demak, bizani Ilmga xarislar podkasti intervyuimizni mehmonning maxfiy hikoyasi bo'limi mavjud. Ushbu bo'limda siz o'zingizning hayotingizdagi bitta maxfiy hikoyani aytib berasiz, lekin faqat bitta qismini ochib berasiz. Tomoshabinlar hikoyani davomini taxmin qilishlari kerak bo'ladi va izohlarda yozib qoldirishadi hikoyangizni davomini. Qaysi mavzuni ochib berasiz yoki qaysi maxfiy hikoyangizni ochib berasiz? Bitta narsani aytib beraman. O'zim hayotimdagi voqea. Ya'ni shu til bilmasligimni oqibatida bir narsaga duchor bo'lganman-da. Shuni javobini topishlarini istayman. Misol uchun men keldim, O'zbekistondaman, yashayapman. Rossiyadan keldingiz. Ko'chib keldik. Ya'ni bir yigit menga sovchi bo'ldilar. Keyin men u paytda o'zbek tilini umuman bilmayman. Ular rus tilini yaxshi bilishmaydi, tushunishmaydi ham desa ham bo'ladi. Shunda uchrashuvga chiqdik, bo'lajak kuyov va bo'lajak kelin sifatida. Shunda menga sovg'a hadya qildilar. Biz gaplashib o'tira olmadik, chunki nima to'g'risida ham gaplashamiz. Men rus tilida gapirganim bilan ular o'zbek tilida gapiradilar, bir-birimizni tushunmaymiz. Shunda bitta sovg'a berdilar, qo'limga tutdilar. Men xursand bo'lib oldim uni. Lekin как подарок. Sovg'a sifatida deb qabul qildim. O'sha sovg'a aynan nimani bildirar edi? Shu hikoyani davomini tomoshabinlarimiz davom ettirib qo'yishadi. Demak, hikoyamiz ham bu yerda suhbatlarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi yana uchrashuv, keyingi ko'rsatuvlarda balki yana ko'risharmiz, yana yangi hikoyalar bo'ladi. Albatta, men suhbatimiz davomida ham aytib o'tdim-ku, ya'ni Haris ta'limda mana o'qidim. 81 ball belgilashdi ustozim. Men xursandman bir tarafdan, lekin yanada mukammal o'rganish uchun yana qaytib kelib o'qiyman. Shu maqsadda qaror qildim. Yana noldan boshlab o'qiyman. Chunki o'qish davomida, mana shu 4 oylik kurs davomida balkim o'tib qolgan yoki tushunmay qolgan bir mavzu yo qoidalarim bo'lishi mumkin. Ya'ni zakreplение o'qigan 4 oylik kursda zakreplение qilib, yanada 4 oy o'qiyman. Maqsad shu. Tushunarli. Demak, tomoshabinlarimizga oxirgi so'zlaringizni aytib qoldirsangiz, shu bilan yakunlaymiz. Aytadigan gapim, izlanishdan to'xtashmasin. Har bir berilgan daqiqadan unumli foydalanishsin. O'qishsin. O'qigan odam o'zidan ilm tarqatadi. Foydasi tegadi, nafi tegadi. Ya'ni men shu Haris ta'limda ham aytib o'taman. Bu yerga o'qishga kelgan o'quvchi ustoz darajasida o'qir ekan. Shunga yetishar ekan.
Ya'ni o'zimdan qiyos qilaman. Men bemalol 0 dan boshlab o'qidimmi, bemalol o'zimni farzandimga o'qita olaman. Ya'ni ustoz darajasiga erisha olar ekansiz. Shu darajada bilim olar ekansiz bu yerda. Haris ta'limga albatta onlayn, offlayn, individual har qanaqangi yo'nalishda bo'lmasin, kelib o'qishlarini tavsiya qilaman. Ya'ni o'zimni, yaqinlarimni ayniqsa. Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga ham.